Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Efus Power kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda obunachilar bilan birga bir match bo'ladi ekan. Ko'rib turganlaringdek, mana shu pastdagi kommentariyalarga o'zingizlar Telegram nickilari yozib ketsanglar, obunachilar bilan birga bir kimdir tanlab o'ynaymiz akalar. Har videoda shunaqa bo'ladi endi. Shuning uchun akalar, like va podpiska bosib, kommentariyaga nickilari yozib ketinglar akalar. O'shanda keyin normalniy bo'ladi. Hozir bitta obunachimni tanladim. O'zingizlar boshlanishida ko'rgan bo'lsanglar kerak. O'sha obunachi bilan hozir o'ynaymiz. Let's go bo'lmasa. Obunachimiz kirdi. O'shan bilan bo'lmasa matchga let's go akalar. Qani tagman komandam ko'rsataman akalar. Mana shu taktikada o'ynayapman. Ko'rib turibsizlar, normalniy taktika hozircha bo'ladi. Endi juda kuchli emas, bo'ladi lekin obunachimiz taktikasini ko'rsatamiz hozir. Tak, mana akalar. Hozir Gatov bosdi. Oppana, yaxshi. Bo'ladi. Akkaunt o'ynashga zo'r ekan. O'shani ham aytib o'tib ketish kerak. Yesicha kim o'ynamoqchi bo'lsa shunaqa qilib, pastdagi kommentariyaga yozsanglar, nicklar, Telegram nicklar yozsanglar, men o'shalardan kimdir random orqali tanlayman-da, o'shalarga o'zim aloqaga chiqaman. Sizlar Telegram nicklar yozib ketsanglar bo'ldi. O'yin boshlandi akalar, aytmoqchi. Nima bilan qildim, bildinglarmi? Chunki o'yin boshlanganini ana shu belgisi hisoblanadi. Tak. Milanni olgan ekan. Oppana. Yaxshi, Del Piero Blitzkrieg. Tak. Himoyada dahshatda ana bor ekan. Kim deyotgan bo'lsalaring, Baresi bor ekan. Go. Let's go. Let's go. O'sha gap akalar, agar kim shuna o'ynamoqchi bo'lsa, men bilan kommentariyaga Telegram nicklarni yozib ketinglar. O'shalardan tanlayman. Yesicho bu yoqqa kommentariyaga yozinglar kelmasa, Telegram kanal bo'ladi, описаниеda pastda u ham. Описаниеga kirsanglar yoki kommentariyaga yopishtirib qo'yaman. Telegram kanaliga kirib, post tashlayman. O'sha postdagi ham Telegram nicklarni yozsanglar bo'ladi. Bunaqa qilsanglar ham normal bo'ladi hammasi. Let's go mana obunachi bilan o'ynaymiz. Qanaqa o'yin bo'ladi? O'zingizlar bitta baho berib ketasizlar akalar. Yutqazsam ham, yutsam ham qo'yaveraman. Shuni ham esda qolinglar. Faqat yutadigan qo'ymayman men. Shuni bilasizlar o'zingizlar. O'zingizlar mendan yaxshi bilasizlar. Mendan yaxshi bilasizlar. Hoppa, ketdi o'yin akalar. Hop. Yaxshi. Hozircha yaxshi boshlandi. As. Zarba va gol. 1-0 akalar. Ko'rib turibsizlar, o'yin yaxshi boshlandi. Obunachimizga ham rahmat deb qolamiz, yo'q demagani uchun. Kimligini videoni boshida ko'rgan bo'lsanglar kerak. Qo'ygan bo'lishim kerak akalar. Offside. Bizda yesicha mana Van Dijk ko'rdinglar. Unga video chiqsinmi akalar? Mana yangi Van Dijk bor-ku. Yashil potikmi? Chempionlar Ligasi potik. O'shanga ham video chiqsinmi, nima deysizlar? O'tmadi. Kunde ekan. Zaxirada, zashitada to'g'ri. Hop. Frank Rijkaard. Obunachimiz biroz shoshilmoqda. Ketdi. Vah, sal o'tmay qoldi pas. Ko'rdinglar o'zlaring. Bu internetdan ham bo'lishi mumkin. Bilib turibsizlar. Bizning internetimiz dunyoda birinchi o'rinda turadi. Tak. Past qaranglar akalar. Wow, Noyerdan ortada. Shevchenkoga kalla qo'ydirmoqchi edim o'xshagan. Lautaro'dan pas. Kimga pas berdi Rijkaard bilmayman. Tak. Oppana. O, mal Tony Adams yaxshi turdi.
Toni Adamsga gap yo'q. Shtraf qilib qaranglar yo, nima qildim? Kaptokka endi olgandim, shtraf bo'lib qoldi shu. Gap yo'q, bu Konamiga ham bir xilda tushunmay qoldim bor. Zorba! Bunachimizdan ajoyib gol. Gap yo'q. Gap yo'q. Biz jentlmenmiz, bilasizlar, gol nishonlamaymiz. Tak. O, pas qaranglar ahvolini. Aha. Yaxshi. Yaxshi ketyapti. Hozircha Musialaga pas. Musialadan qaytarib. Voy, Musiala chiqariq. Yo'q, qaytar. Hoppa, yaxshi Van Dijk. Pas o'tmadi. Yaxshi. Pedriga ahvolni qaranglar ekan. Shoshilyapti, bir oz shoshilyapti, ko'p emas. Ozgina shoshilib qo'yapti, o'sha ham rosa katta ta'sir qilyapti. Tak. Hoppa. Voy, qotmay o'l internet. Pas berish bossa o'tmay qoldi-yu. Gap yo'q lekin bor. Voy, afsus. Qotma internet. Ketdi. Zarba, wow, Neuer akalar. Pas berishi mumkin edi, yopib edi, prosta. O'shaning uchun orqaga qarab yopib ketdi, ko'rdilaring ko'zlaringiz. Tak. Shevchenko! Nima qilyapsan? Maksimal nachiz qildi-ra, ana raqib. Tak. Shevchenko, davay! Neuer! Wow! Zo'rg'a gol bo'ldi, ko'rdinglar? Wow! Qanaqa gol bo'lib ketdi, akalar? Biz nishonlamaymiz. Oldindan aytganimdek nishonlamaymiz. Bu raqib faqat nishonlaydi, akalar. Shutdan zarba berib qo'ya qoldi raqib. Tak. Hozircha 2-1 hisobda yutyapmiz. O'yindan kalla qo'ymoqchi bo'ldik, lekin o'xshamadi. Kalla qo'ydi, lekin boshqachasiga kalla qo'ydi. Voy, yaxshi patkat. Kalla. Raykert, yaxshi. O'zing. Yo'q. Patkat. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi akalar. Ko'rib turibsizlar, mana bu yerda hozir ko'rasizlar, bu yerda 50-50 bo'lib turibdi, lekin bu yerda biz sal ustunroqmiz. Chunki zarbalarimiz ko'proq va paslarimiz kamroq ekan-ku, lekin zarba ko'pligi uchun ustunroqmiz. Keyin raqibda ham seyflar bor akalar. Shunga ham qaraysizlar degan mumkin. O'sha gap akalar. Qarochi o'sha gap. Hey, nima qilyapsan? Voy, Neuer, yaxshi, Neuer. Zarba Raul va zarba Rauldan gol akalar, gol. Raul gap yo'q. Lekin Kurul minusda akalar, vashshe Kurul dabdala. Tek stepchilar kerak unda Rauldan. O'shasi yomon. Shevchenko ketdi. Yo'q, men Neuerga gap yo'q. Neuer lekin Neuer ideal ekan akalar. Sizlarga ham aytib qo'yaman, Neuerga gap yo'q. Neuerni qo'yinglar.
Noyerda oddiy kartasi yo'q. Qanaqa kartasi deyotgan bo'lsalar, oddiy kartasi. Zarba berib ko'ramiz o'sha yerdan ham kallada. Shevchenko o'xshamadi. Zarba pana sal qoldi-ya, sal o'xshamadi akalar. 3-1 hisobida yutyapmiz akalar, ko'rib turibsizlar. Keyingisi siz bo'lishingiz mumkin akalar. Siz bo'lishingiz mumkin. Aynan mana siz ko'rib o'tiribsiz, o'sha siz bo'lishingiz mumkin. Tak. Oho, pas qaraylar. Dialona va Zargarona zarba va gol! 4-1. Obunachimizga uzr so'raymiz akalar. Ming bor uzr so'rayman. Oh, o'xshamadi. Yaxshi. Yaxshi pas. Sal o'xshamadi. Pas ham o'xshamadi akalar. Tak. Oy. Sal o'xshamadi yana. Sal emas, ancha o'xshamadi bu safar. Hop. Yo, Polskos turgan ekan desam, bu yerda mana bunaqa paslardan tashib ketamiz va zarba berib gol urtashimiz ekan. 5-1 hisob bo'ldi akalar. 5-1 bo'lib ketdi. Hop, ani. Wow. Raulga pas. Raul yaxshi. Raul hozircha pat kurtkasi pastashidi. Shuni ham inobatga olib o'tib ketdilar. Mana, hoppa, o'xshamadi. Dribling bor, lekin ishlata olmaydi. Penalti ham berilmaydi. Favor Real Madrid ham deb qo'ymaydi ishimiz. Hoppa, yaxshi. Navarro, sen yutasan bilaman, chunki 1.99 tashdi. Voy, men buni offside-ligini bilib turdim, qani nima qilar ekan dedim-da. Wow, gap yo'q. Videoga like bosinglar akalar. Hop. Yaxshi ketyapmiz. Yaxshi, kaptokka yugurib chiqdik. Lurisda. O'yin necha minutlik deyotgan bo'lsam, 8 minutlik ekan akalar. O'shaning uchun tugay qolmayapti, tak. Wow, akalar internetga prosta izohga hojat yo'q. Gap yo'q. Biz yutmoqdamiz. Agar gol nishonlamaganida kamroq gol urishim mumkin edi. Gol nishonlamash kerak, chunki akalar. Raqibdan nima deydi? Raqib deb ana sizlarda comeback bir bala bor-ku, O'zbekiston shunaqa-ku. Comeback anaqasi uyg'onib ketdi, gol nishonlab qo'ydi deydi. Tak. Yo'q, Neymar yaxshi. Yo'q, yaxshi. Yana bir marta yaxshi. O'tmadi pas.
Hop, mana akalar, o'yinni ko'rdinglar mana. O'yin dahshat bo'ldi. Obunachimizga ham rahmat deb qolamiz. O'yin uchun albatta, o'yin uchun alohida rahmat deb qolamiz. Ko'rib turibsizlar mana, yaxshi o'yin bo'ldi. Hamma narsasi cho'tki bo'ldi. Yutganingiz zo'r bo'ldi, to'g'rimi? Tak. Qarachi, o'yin uchun rahmat. Sizlar bilan har doimgidek Efuspor kanali bo'ldi. Tak, o'zingizlari niklari pastga qarab yozib ketinglar. Pastda mana kommentga yozib ketinglar yoki Telegram kanaliga o'tib, Telegram niklariga, kommentariyaga yozib ketinglar. Telegram niklari, to'g'rirog'i. Shuni yozib ketsanglar, men sizlarga o'zim aloqaga chiqaman. Sizlar bilan Efuspor kanali bo'ldi va har doimgidek g'alabashunos olim Mirzatilloyev Muhammadjon bo'lar ekan. Sog' bo'lasizlar.